So'nggi yillarda mana juda ko'p murojaat qilishadi bemorlarimiz. Doktor, men birorta narsadan asabiylashsam nafasim siqadi yoki burnim bitadi yoki ko'zim qizarib ketadi. Nega shunaqa? Biz bu bemorlarga yetishimiz kerak. Allergik xastaliklar va asab tizimi bir-biri bilan juda ham bog'liq. Ilgari suhbatlarimizda ham aytgan edik. Demak, trigger faktorlar bor. Ya'ni trigger omillar bor. O'zi allergen emas, lekin tana bilan muloqot qilganda birorta allergik xastalikni yoki kuchaytirib boradi yoki nazorat ostida turgan allergik holatni qo'zg'atib yuboradi. Mana shunaqa omillarning bittasi aynan o'sha asab tizimi bilan bog'liq. Asabiylashgan odamda o'sha allergiyani qo'zg'ashi, mana ko'pincha biz ilgari buni kuzatardik, teri bilan bog'liq allergiyalarda ko'p uchrardi. Ayniqsa o'sha kichik yoshdagi bolalarda yoki mana o'spirinlarda. Terida atopik dermatit bor. Atopik dermatit doimiy o'sha bemorni qiynagani uchun u asabiylashadi. Asabiylashgandan keyin uni holati yana ham og'irlashadi. Mana shu holatlarda biz ota-onalarga ko'pincha aytamiz, iloji boricha bolani asabiylashdan saqlash kerak deb maslahat berardik.